Ushbu kitob Muhammad Shayboniyxon haqida Jovli xushbo'k romani. Muhammad Shayboniyxon hazratlari oldiga kelgan, rus knyazlari oldida bo'lib qaytgan elchi haqida Muhammad Shayboniyxon bilan suhbati va unga aytadigan gaplar haqida qisqacha o'qib eshittirmoqchiman. Xon hazratlari, o'rislar bilan ukrainlar sizning yaqin vaqt ichida ko'ksdan yopirilib kelib, dahshatli tarzda tashlanib qolishingizni mumkinligidan hadiksirab yurgan ekanlar. Shu boisdan xushomad qilib, yuksak ehtirom belgisi sifatida oltinlar va qimmatbaho sovg'a salomlar berib yubordilar. Ulug'lardan nasl olib qolaylik deb o'ris go'zallaridan 2 nafarni shaxsan sizning o'zingizga kanizaklikka tortiq qildilar. Muhammad Shayboniyxon o'ylanib qoldi. Endi bir kamim islom dinidan bexabar o'ris qizlarga uylanamanmi? Mayli, bir o'ylab ko'raychi. U mulozimga chaqirilgan mehmonlarni huzuriga chorlashni buyurdi. Suv parisiga o'xshash 2 qiz kirib kelganida Muhammad Shayboniyxon tik turgan holda ularga razm soldi. Shundan bilsa bo'ladiki, rus knyazlari, ukrain, rus, yani slavyanlar bizning hozirgi o'zbeklarning ajdodi. Muhammad Shayboniyxon o'zbeklarning xoni. Muhammad Shayboniyxondan qanday qo'rqib hadiksiraganini, u bilan konfliktga kelmaslik uchun rus knyazlari oltin va javohirlar va o'zlarining eng chiroyli rus go'zallaridan kanizaklikka topshirishgan. Shundan bilsa bo'ladiki, rus knyazlari o'zbek xonlaridan qanchalik darajada qo'rqqanini